1917-yil Yevropada urush dunyoni larzaga solgan. Imperiyalar charchagan. Shu payt bir odam, Izrail Lazarovich Gelfand, siyosiy investor, soyadagi strateg, Germaniya saroyiga bir g'oya aytadi. Leninni Rossiyaga qaytaring. U tartibni buzadi. Bu sizning g'alabangiz bo'ladi. Shu bir maslahat tarixni burdi. 9-aprel Syurixning sovuq tongi, qorong'u yopiq vagonlar, sirli yo'l, Germaniya, Skandinaviya, Finlandiya. 16-aprel kechasi poyezd Petrogradga kirib keladi. Tarixning navbatdagi sahnasi boshlanadi. Leninning qaytishi bu odamning o'zi emas, g'oyalarning qaytishi edi. Manifestlar, chaqiriqlar, sabotajlar, to'qnashuvlar va bir necha oy ichida oktyabr inqilobi. Ammo o'sha davrda Markaziy Osiyo ham uyg'onayotgan edi. Ziyolilar, jadidlar, ulamolar kelajakni qo'lga olishga urinar edi. 1917-yil 27-noyabr Qo'qonda Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Tinchboyev bosh vazir, Cho'qay tashqi ishlar vaziri, Munavvar qori, Behbudiy, Asadullo Xo'jayev ayni uyg'onishning ovozi. Lekin bu uyg'onish uzoqqa bormadi. Sovet hokimiyati kirib kelgach, tizim, modernizatsiya, barqarorlik degan so'zlar aytildi. Ammo real siyosat, qurol, bosim, markaziy nazorat edi. 1924-yil tarixdagi eng jim, eng keskin jarayonlardan biri National Delimitation, ya'ni milliy chegaralanish boshlandi. Bu oddiy chiziqlar emasdi. Bu chiziqlar yurtning bo'linishi, elning ajralishi, bir butun Turkistonning parchalanishi edi. Qog'ozdagi chegaralar yuraklarda ham chegaralar yaratdi. Bir tarix beshga bo'lindi. Bir orzu bo'laklarga ajraldi. Va bularning boshida shuncha halokatlarning soyasida bitta maslahat turgan edi. Parusning bir gapi imperiyani quratdi. Dunyoni o'zgartirdi. Markaziy Osiyoning taqdirini ham boshqa yo'lga tutdi.